Bugün 23 Mart 2025 yil. Ikkita payvand qo'ydik, bahorgi payvand. Mana kuzda payvand qilingan ko'chatimiz mana gullagan, gulini o'sib tashlaymiz. Turibdi. TV tarafiga yana qo'ydik. Yangi nav kelib qoluvdi, zagas ulametdi. Buni qo'ldiramiz mana qazbiri ko'karsa, qaytib ketadi. Tegida ko'kar yallayam ustiga yana ulatib ulayotdi. Uloqchimiz mana betonini bosh agranami. Rustam egamlar boshchiligida. Mana ularimiz ko'kargan, yana qo'yotdi. Alohida qazbiri ko'karganni tarbiya qilib berilaveradi. Ko'karish o'zi xudo xolisa yaxshi bo'lar degan umiddamiz. Kuzga uloqdan ulanadi-da buni. De video qilib turamiz yaqinroq mana. Mana yorma usulida mana 10 kundan keyin bilinadi, xudo xolisa. 10 kundan keyin bu ko'ylab chiqadi, tevasini kesib tashalaydi. Mana. Avgust oyida qilinadi, buni bahorda ham qilsa bo'ladi. Buni ozgina anaqa bilan ilinadi-da. Kitelishi ham oladi, ozgina kitda ham el. Suyagi bilan sidirib ilinadi mana. Mana. Shunday holatda mana. Shunday holatda tananing ichiga selinadi. Bo'ldi endi. Mana. Yap yo'q.